bozorlarda noqonuniy sotiqlar juda ko'p edi. Masalan, spirt sotilardi, qo'lbola aroqlar sotilardi. Unga qarshilik ko'rsatilardi. Bizni haqorat qilishardi. Formada yurgan vaqtimizda tekshirishga chiqib, üstümüzden baklashga bilan moyla qo'ygan vaqt bo'lgan. Xudoga shukur o'zimizga yarasha bilimimiz bor. So'ragan bolalarga o'rgatyapmiz. Keyin hozirga o'xshab hamma narsa kompyuterlashtirilgan emas edi. Qachonki inson omili kamaysa, o'sha yerda suiiste'molchilar yo'q bo'ladi. Bu bevosita korrupsiyaga qarshi kurashning bitta ko'rinishi bo'ladi. Hozirgi yoshlarda bizga nisbatan imkoniyat kattaroqda. Bizdan yoshlar kichkina edi, lekin biz o'sha mallar ustozim bo'lgan. Birinchi dalolatnoma yozishda, aktlar yozishda, tekshirishga chiqqanda dalolatnomalar qanday yozishdi, o'sha yigitlardan o'rganganmiz. Hamma vaqt taslim bo'layotgan narsa soliq tizimida ishlab men endi tanidim. Kelam meni tanidi. Bu ustoz shogird an'analarni davom ettirish kerak. Bundan ham kuchaytirish kerak. O'sha ziyoni bo'lmagan bu narsa hech vaqt. 1988 yil Toshkent xalq xo'jaligi institutini moliya va kredit fakultetini iqtisodchi yo'nalish bo'yicha tugatgandan keyin bir muddat o'sha vaqtdagi Jizzax shahar umumiy ovqatlanish trestida hisobchi buxgalter, iqtisodchi bo'lib ishladim. Bosh hisobchi bo'lib ishlagan vaqtimda o'sha vaqtida mustaqillik arafasidagi yillar edi, 91-yillarda moliya bo'limidan soliq xizmati alohida bo'lib chiqqandan keyin o'sha vaqtdagi Jizzax shahar davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i ishlagan Shukurov Tirkash Shukurovich meni huzurlariga chaqirib, Nurulla iqtisod sohasida ishlayapsiz ekan, bizni sohaga o'ting deb taklif qildilar. O'sha 1992-yilda boshlarida Jizzax shahar davlat soliq inspeksiyasiga ishga o'tdim, oddiy inspektor bo'lib. O'shandan boshlab mana Xudoga shukr 33 yildan ziyod vaqtdan beri soliq tizimida ishlab kelyapman. Ishga o'tish jarayonim ham juda o'sha vaqtdagi Jizzax viloyat soliq boshqarmasining o'sha vaqtdagi boshlig'i rahmatli Shukurov Xidir Shukurovichning suhbatidan o'tganman. Boshqarma boshlig'ining birinchi ma'murlari bo'lgan Sodiqov Erkin G'aybullayevichning suhbatidan o'tganman. O'shanda ishga o'tish juda ham qiyin jarayon edi. O'shanda ham suhbatlar bilan degan obyektiv suhbat bilan o'tib, Xudoga shukr o'shanga yarasha bilim salohiyatimiz bo'lganligi sabab bo'lsa kerak. O'shandan beri sohada ishlab kelaman. O'sha vaqtida ham ishni boshlagan vaqtimizda ham juda endi shakllanayotgan vaqt edi soliq tizimini. Qiziq soha edi, juda ham mas'uliyatli soha edi. Lekin shu bilan birga juda ham sharafli soha edi deb so'rayman. Bu sohada ishlab odam boy badavlat bo'lib ketmaydi, lekin hamma vaqt el nazarda bo'lasizlar. Mana shunday faqat buning uchun halol ishlash kerak, buni mashaqqati o'zgacha deb aytishgan edi. Xuddi shunday ham bo'ldi, lekin undan oldin misol uchun har qanday qayerda ishlashingizdan qat'iy nazar baribir sizda oilangizdagi sharoit, oilangizdagi muhit sizdagi tarbiyani shakllanishiga, qanaqa odam bo'lib yetishingizga juda katta o'rni bo'ladi deb so'rayman. Hamma juda ham meni ham ota-onam juda ham halol odamlardi, dadamlarni misol uchun men qo'rqmasdan aytishim mumkin, butun Jizzax faxr deyishardi. Nazirjon Barakayevning o'g'illari bo'laman, 5-o'g'illarim. Halol odam edilar. Dadam ham, ayam ham hamma vaqt halol bo'lsang, hamma vaqt ishing olchi bo'ladi, yaxshi bo'ladi ishing. Yilda nufuzli bo'lasan, obro' e'tiborga loyiq ko'rilasan. Shuning uchun hamma vaqt qayerda bo'lsang halol ishla deb menga tarbiya berishgandi. Xudoga behisob shukr. Undan keyin o'sha ustozlarning o'giti bilan ularni yo'riqnomasiga amal qilgan holda, ham davlat qonunlariga amal qilgan holda ishlab, o'zimga o'zim xursand bo'laman. Mana shu 33 yildan beri mana shu sohada ishlayotganimdan, hozir ham bir xil joylarda, davralarda bir xil so'z berilib qolsa aytaman, soliqchini hech kim yaxshi ko'rgan emas hech vaqt. Yaxshi ko'rmaydi ham. Professional nuqtai nazardan biz ishimiz pul sanash, odamlarning daromadidan soliq solib chiqarish. Shunday bo'lgandan keyin hammaga ham yoqavermaydi. Shu nuqtai nazardan biz ham tekshirishlar qilganmiz, bozorlarda yurganmiz, qanday reydlar qilingan, chegara postlarida qandaqalar ishlar bo'lgan. U yerda misol uchun biz hamma vaqt ham yaxshi gap gapirib anaqa qilinmagan bizlarga. Qandaydir tajriqlar bo'lgan o'sha yerda o'zlarida. O'sha birinchi vaqtlarda ishlaganimizda bozorlarda noqonuniy sotiqlar juda ko'p edi. Masalan, noqonuniy ishlab chiqarilgan dori mahsulotlari ayniqsa juda rasvo bo'lib ketgan edi. Uncha-muncha emas. Bozorlarda, shu rastalarda odamlar oldiga partiqqa so'ralib sotishardi. Keyin noqonuniy ishlab chiqarilgan hech qanaqa sertifikati bo'lmagan moylar sotilardi.
qulbalar tayyorlanib, keyin spirt sotilardi, qulbalar, aroqlar sotilardi. Unga biza eng kamida bir haftada bir marta xodimlarni jalb qilgan holda bozorda tadbirlar o'tkazilardi. O qarshilik ko'rsatilardi, bizni haqorat qilishardi. O'zim shaxsan o'zim ustimdan misol uchun formada yurgan vaqtimizda tekshirishga chiqib, ustimizdan baklashga bilan mo'yla qo'ygan vaqti bo'lgan. Bu yerda noqonuniy mahsulotlar sotilishga chek qo'yish maqsadida shu ishlar qilinardi. Menimcha soliq tizimini yutug'i deb solgan shu bozorga biza soliqchilar kirib borsa, o'sha har holda mana soliqchi kelyapti deb o'sha noqonuniy anaqa qilayotganlar paytavasiga qurtishib qolardi, bari qochib qolardi hamma yoqqa qarab. Borganimizda bir toza deb qolardi, lekin aslida prolapkalantida boshqada o'sha bo'yi noqonuniy mahsulot bo'lardi, oqtarib topardik, musodara qildirardik, jarimasini qo'llardik, qandaydir qonuniy chora ko'rardik-da. Umuman soliq sohasini ishlamagan bo'lim qolgan yo'q. Men o'zimcha o'ylaymanki, shu kecha kunduzda mana yana hozir ham kerak ekanman, ishlab turibman, lekin uni o'zim bilaman, hozirgi salohiyatim hozirgi yoshlardek o'zi baribir olmishdan keyin yoshlarda baribir abjir bo'lmas ekansiz, baribir ozroq qandaydir charchoq bo'lar ekan, lekin baribir fundamental buxgalteriyadan, iqtisod jihatdan xudoga shukr o'zimizga yarasha bilimimiz bor. So'ragan bolalarga o'rgatyapmiz. Bir xillarga so'ramasa ham bir xil hollarda xato qilgan bo'lsa, ko'rib qolgan vaqtimiz o'shani xatoni to'g'rilashga yordam beryapmiz. Qo'limizdan kelgan maslahatimizni ayamayapmiz, lekin hech kimga hammaga ustozman deb da'vo qilishda men uzoqman, lekin xudoga shukr kimki ustoz deb meni ijozlayotgan bo'lsa, rahmat ularga, qo'limizdan kelgancha o'rgatyapmiz. Lekin bizni ishni boshlagan vaqtimizdagi ishlar boshqacha edi. Hozirgi bilan solishtirgan vaqtida meni nazarimda ancha qiyinroq vaqt ishlagandik biz. Shanba bozor kunlari ham bir xil vaqtlari, dam olish kunlarida ham ishga jalb qilinardikda, mahallalarda axbor yig'ish deyilardi vaqt. Hamma aholini ro'yxatga olishga qatnashardik, o'shalarni tashkillashtirardik. Keyin hozirga o'xshab hamma narsa kompyuterlashtirilgan emas edi. Katta shaxsiy varaqalar yuritilayotgan, katta bir stolga joy bo'ladigan shaxsiy varaqalar kitob bo'lardi. O'sha kitoblarni yuritardik. Soliqlarni hisoblab chiqarishda nima hozirgidek programmalashtirilgan emas edi-da. Keyin kameral tekshirishlar ham hozir o'sha joyida turib, ma'lumotlar bazasida hamma tashkilotlar integrallashtirilgan, hamma nazorat qiluvchi tashkilotlarni ma'lumot bizga kelib turadi, uni olib bevosita joyida o'tirib kamerani tekshirishni ham tashkillashtirish iloji bor-da. U vaqtlar kamerali tekshirish bir qavatlar qilish uchun joylariga borardik, tekshirishlarga. Baribir o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Hozir o'sha raqamlashtirilgandan keyin buni raqamlashtirilgan iqtisodga o'tishdan maqsad ham shu. Insonni omilini hamma joyda kamaytirish. Qachonki inson omili kamaysa, o'sha yerda suiiste'molchilar yo'q bo'ladi. Bu bevosita korrupsiyaga qarshi kurashda bitta ko'rinishi bo'ladi bu. Men misol uchun bu narsani juda ham ijobiy baholayman iqtisodchi sifatida ham. Soliqda ishlaydigan mutaxassislar, inspektorlar albatta buxgalterlardan bir bo'g'in balandroq bilimga ega bo'lish kerak. O'shanday bo'lmasa, ularni xatosini tushuntirib berish, ularni noto'g'ri ish qilayotganini ularga isbotlab berish juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun hamma vaqtda o'sha o'qish, o'rganishdan tolmasdan o'zini ustida ishlab, kompyuter texnologiya zamoni bo'ldi hozir. Bundan bir kun o'rganmasangiz, ikkinchi kuni albatta 2 kunlik o'rganishga to'g'ri keladi. Agar o'rganmasangiz qolib ketasiz. Shuning uchun yoshlarimiz, yosh o'zimizda ishlaydigan xodimlarni ham umuman boshqa iqtisodiyot sohasida ishlaganlar kompyuterni bilmasdan turib, texnologiyani bilmasdan turib, bugungi kun talabidagi mutaxassis bo'lib ishlanmaydi deb o'ylayman. Shuning uchun hozirgi zamoniga qarab talab birinchi navbatda shu IT texnologiyalar deyiladi, shu o'rganishimiz shart. Bizlar endi baholi qudrat asta-asta o'rganyapmiz, lekin hozirgi yoshlarda bizga nisbatan imkoniyat kattaroqda. Elga xizmat qilaman deb kelib, byudjetni manbalarini ko'paytiraman deb o'sha maqsadda kelib ishni boshlagan yaxshi bo'ladi. Lekin yana bitta tarafi endi general bo'lishni orzu qilmagan soldat emas deyiladi. O'shanday har qanday ishni noldan boshlagan odam shu sohada keldimmi, inspektorlardan boshlasam keyin, shu'ba boshlig'i bo'lsam keyin, bo'lim boshlig'i bo'lsam, inspeksiya boshlig'i bo'lsam, boshqa bo'lsam niyat qiladi yoki boshqa sohalarda bir kattaroq amalda o'tirishni xohlaydi. Uni hammasini zamirida halollik, adolat yotsa, o'sha narsa menimcha unga boshlaydi. O'sha yo'l bilan borish eng yaxshisi. O'zim shaharda soliqga ishlagan vaqtimizda o'sha bizga ustozlik qilganlar, misol deylik, rahmatli o'tib ketdilar, Toshpo'latov Turg'un Tursuboyev ustozlik qilgan vaqtida bizga. Mendan yoshi kichkina bo'lsa ham
Mamatov Bahrom degan yigit bo'lardi. Bu otasi revizor, o'zlari buxgalteriyada ishlagan, juda kuchli bolalardi. O'shalar bizdan yoshlari kichkina edi, lekin bizni o'sha mallar ustozim bo'lgan. Birinchi dalolatnoma yozishdi, aktlar yozishdi, tekshirishga chiqqanda dalolatnomalar qanday yozishdi, o'sha yigitlardan o'rganganmiz. Undan keyin ham ana davom etdi. Mesela shaxsan o'zim men Qulmatov Begimqul bir necha yil soliq inspeksiya boshlig'i boshladi. Inomov O'limdorlar, ular hammasi Obedov Ixtiyor degan shular hammasi shu bizda ustoz shogird an'anasi bo'yicha bizga biriktirib qo'yilgandi. Qo'limizdan kelgancha o'rgatganmiz. O'sha menimcha ana shu xodimlar ham juda ham yaxshi soliq xodimlari bo'lib yetishishdi. Birinchi navbatda men eng asosiy o'zimga hamma vaqt taskin bo'layotgan narsa soliq tizimida ishlab men elni tanidim. El ham meni tanidi. Lekin Xudoga shukr, shu sohada ishlab 4 ta farzandim bor. U bitta o'g'lim, 3 ta qizim bor. O'g'lim ham o'zimga o'xshab o'sha Toshkent moliya institutini o'sha soliq va bank fakultetini tugatib, hozir bankda ishlayapti. Qizlarim barisi onasiga tortib, hammasi o'zbek tili adabiyoti o'qituvchisi bo'lib, hammasi oliy ma'lumotli, keldim ham oliy ma'lumotli. Shu yerda nega elda arasida kam bo'lgan joyimiz yo'q, Xudoga behisob shukr. Sinfdoshlar orasida ham, elni o'rtasida ham Allohga behisob shukr. Mana sohada ishlab, o'sha el taniganligi uchun mana shunday bo'libmiz. Undan armonim bor deya olmayman. Lekin yana bitta eng katta soliq tizimini yutuqlaridan men uchun shunday bo'lib qolgan, yaxshi soha, sharafli soha, og'ir soha, mas'uliyatli soha. Hamkasblarimga, hammalariga aytadigan gapim, kamtarin bo'ling. Bilimli bo'ling. Imkoningiz darajasida bilimli bo'ling, kamtarin, halol bo'ling. Soliq inspeksiyasi, shu davlat soliq inspeksiyasi uncha-muncha odam orzu qilib ham yetolmayotgan joy. Bu yerga hamma ham kelib ishlayvermaydi. Bu yerga chidagan odam ishlaydi bu yerda. Shu mashaqqatiga chidagan odam, halolligini bo'yniga olgan odam ishlaradi. Bu yerda ham shu faqat yaxshilar ishlashini xohlardim. Hammalariga omad, halol bo'lsa, Xudo xolasa juda bir katta odam bo'lmagan bo'lsa, men Xudoga behisob rahbarlar bo'lishladim. Lekin bitta narsa 33 yildan beri bir joyda ishlash, mayli kim nima deb aytsa, meni yomon ko'rarsa, maqtanyapti deb. Uncha-muncha odam qo'ldan kelmaydi. Men o'sha menga o'xshab hech narsa menda ishlashni xohlardim. Uzoq yillar davomida mana shukuncha kunduzda ham hurmat e'tiborda men Xudoga shu qayerga borsa ustoz deyishadi. Men hech kimdan ustozlik da'vo qilmayman. Lekin ko'p joylarda ustoz deyishadi. Uni boshidan o'qitgan odam biladi, qanchalik faxrlanishi. Ustoz shogird an'analarni davom ettirish kerak. Bundan ham kuchaytirish kerak. O'sha ziyoni bo'lmagan bu narsani hech vaqt.